Voy, qidirib rosa qiynalib ketdingiz-a. Aynan o'sha siz qidirgan lokatsiya Mirzo Ulug'bek tumani, shundoq bo'z bozori yonida siz uchun maxsus bitta zo'r kottejimizni topib qo'ydim. Qarang, bu uyimizni hovli qismi, hovlisi sal kichikroq ekan demang, bundan tashqari ko'cha tomonda avtomobilingiz uchun o'zini alohida parkovkaga mo'ljallangan joylari ham bor. Uyimizni ko'ramiz. Keling, mana bu uyimizni kattagina hol qismi bo'ladi. Xonadonimiz podvoli bilan qo'shib hisoblaganda 3 qavat. Bu tomonimizda bo'lsa oshxonasi hamda bitta umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Podvoliga keladigan bo'lsak, podvolida bitta katta mehmonxonaga mo'ljallangan ekan va undan tashqari bitta kladovka va zinani tagida kotelniya qismi uchun joylar ham qoldirib ketilgan. Ikkinchi qavatiga keladigan bo'lsak, ikkinchi qavatimizda yana ikkita yotoqxona va bitta o'zini alohida umumiy yuvinish xonalari ham qilingan. Bu joyimizdan xohlasangiz hostel, xohlasangiz nijiloy qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Uyimiz sifatli mahsulotlardan, chiroyli planirovkada qurilgani shunday ko'rinib turibdi. Hattoki oyna eshiklariga ham Engelbergga termoromlari o'rnatib qo'yilgan. Xo'p, maydoniga keladigan bo'lsak, bir sotuvdan oshiq hujjatlardan umuman muammo yo'q. Narxini $105 ming so'rashyapti. Kelib savdolashingiz sunnatiga yana kelishtirib beriladigan joylari bor.